Yuzarsif Zulayxoga qarshi chiqib, uni amriga itoat qilmaganini hamma juda yaxshi biladi. Bekasiga itoat qilmaganini hamma biladi, lekin nima amr qilishganini hamon aytgani yo'q. Demak, shuning uchun zindonga tashlangan. Bu oriyatli yigitga barakalla. Sababini bilmayman-u, ammo kundan kun unga bo'lgan mehrim ortib bormoqda. Shahardagi xabarlarga ko'ra, Misrning butun ayollari unga maftun va shaydo ekan, lekin u hech qaysisiga qiyo boqmas emish. Tangrilar seni himoyalasin, Yuzarsif. Rahmat. Ammo o'zlari himoyaga muhtoj bo'lgan soxta tangrilar hech kimni qo'riqlay olmaydi. Ibodatxona kohillari Amon nomidan xalqqa istagan zulmlarini o'tkazishmoqda. Biror kishi to'xtata olgani yo'q. Amon ularni kirdikorlaridan bexabar. Ayol va qizlarni o'z xirslari uchun majburan olib ketishayotganlarini bilmaydigan odam qolmadi. Amonni juftga ehtiyoji yo'q-ku. To'g'ri. Siz nega zindonga tushdingiz? Qizimni qutqarish uchun Amonni ayollari turadigan xonaga kirdim. Bir necha kohinni yaraladim. Meni qo'lga olib bu yerga tashladilar. Necha yildirki zindondaman. Rafiqam va bolalarimdan hech qanday xabar ololmayapman, Yuzarsif. Tashvishlanmang. Ularga yordamlashish uchun do'stim Mimi Sabuni yuboraman. Hayotning shirin va achchiq ne'matlari, mashaqqatlari bizni yanada irodali va bardoshli qiladi. Bu mashaqqatlar sizni egib qo'yishiga izn bermang. Mashaqqatlarning, azob, uqubatlarning sizni olamingizni qoraytirishiga ruxsat bermasligingiz kerak. Bir qancha kishi zindonda bo'lmasligiga qaramay, eshitgan qiyinchiliklari, qo'rquv va xavotirdan dunyoni zindondan yanada yomonroq joy deb o'ylaydi. Zindondan qutulish umidi shirin, qutula olmaslik hissi esa achchiqdir. Tashqi olamdagi orzu va istaklaringizni quvganingiz sari soyadek sizdan qochishadi. Ularga yuz bursangiz, ortingizdan quvadi. Mumdan yasalgan qayiq bilan otashdan qilingan dengizda suzmang. Yo'qsa u erib, siz g'arq bo'lasiz. Tuproqdan yaratilgan bu foniy jism bilan ham uzundan uzoq orzular ortidan yugurmang. Umr tugab, tana zaiflashar. Biroq siz baribir orzularingizga yeta olmaysiz. Bahordan so'ng sarg'imtir xazon keladi. Har bir taxt egasining o'rnini bir kunmas bir kun boshqasi oladi. Shunday ekan, bu tor va zimiston zindonlarni gullab yashnaydigan joyga aylantirish ko'proq yaxshi emasmi? Voy, nima bilan o'zingni ovutyapsan? Qaysi ne'mating uchun bunchalik baxtiyor va xursand bo'lib yurmoqchisan, ha? Yaxshi do'st tanlang. Yonida yaxshi do'sti bo'lgan odamning g'am va azobdan qo'rqishiga hojati yo'qdir. Sen esingni yeb qo'yibsan. Bu yer bir zindon va biz qabr ichidamiz. Bor yo'g'i ko'milmaganmiz xolos. Sen bu o'liklar diyoriga
Najot va hayot baxtini keltirmoqchimisan yoki? Eshiting, birodarlarim, sig'inishga loyiq yagona zot faqat Allohdir. O'lik Tangriga sig'inuvchining yig'isida qabr va ko'milishdan boshqa nasibi bo'lmaydi. Boqiy Tangriga sig'inuvchi inson uchun esa zindon bilan bog'ning sira farqi yo'qdir. Yuzarsif, buncha baxt va huzurni manbasi bo'lgan o'sha Tangri kim ekan o'zi? Bizga ham ayt, bilib qo'yaylik. Bu baxtiyorlikning manbai qudratli va hamma narsaga qodir, yonimda bo'lgan, meni qo'llagan va himoyalagan Tangri Robbimdir. Yuzarsif tosh yoki taxtadan yasalgan yasama tangrilarga sig'inmaydi. Nima gap? Uni topdingmi? Xo'sh. Xuddi yer yorilib, ichiga kirib ketganday. Har joydan qidirib ko'rdim, lekin biror bir iz topolmadim, hazratim. Kimonini ushlagan bo'lsa, tamom bo'ldik deyaver. Inarus va Apapis yo'qolgani yetmaganday, Kimoni ham g'oyib bo'ldi. Ulardan birortasi gapiradigan bo'lsa, Amon Xotep yo hammamizni yo'q qiladi, yo ibodatxona vakolatini cheklab qo'yadi. Unda nima qilamiz? Bu unchalik oson emas. Ular Angmaun va Amon ibodatxonasi jiddiy muammolar olib kelishini yaxshi bilishadi. Amonga sig'inuvchilar jim qarab turishmaydi, albatta bosh ko'tarishadi. Mendan so'raydigan bo'lsangiz, Apopis va Kimoni yo hibsga olinishgan, agar hibsga olinmagan bo'lsa ham hozircha bizni sotishmadi. Agar bizni sotganida Amon Xotep va Putifar albatta harakatga o'tgan bo'lardi. Umidimizni so'ndirmasligimiz kerak. Izlashda davom eting. Agar topsangiz xabar bering. Nima qilish kerak bo'lsa keyin gaplashib olamiz. Yana ibodatxona askarlarini ham shay qilib turing. Biror hujumga to'qnashsak, o'zimizni qo'riqlay olaylik.
Nima bo'ldi? Nega tuya qochib ketyapti? Bilmayman. Nima qilsam ham unga yeta olmayapman. Karvondan qochib shu yergacha keldi. Oyoqlarimda darmon qolmadi. Juda charchadim. Sen Kanonlikmisan? Ha. Qayerdan bilding? Liboslaringdan. Kanonliklarning kiyimi bu. Men ular bilan yashaganman. Hoy! Sen bu yerda nima qilyapsan? Bu yer taqiqlangan joyligini bilmaysanmi? Meni aybim yo'q. Tuyam shu tomonga qochdi. Men esa ortidan keldim. Qani, tezroq bu yerdan tark et. U men tug'ilgan diyordan. Ruxsat bersangiz, u bilan ozroq gaplashib olsam. Hech qisi yo'q. Keyin tezroq bu yerdan ketsin. Kanonlikman deding. Ha. O'zing kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Qo'yaver buni. Kanon xalqining oqsoqollarini taniysanmi? Ha. Yoqub payg'ambar bor. Ishoq payg'ambarning o'g'li. U meva daraxtining 12 ta shoxi borligini eshitgandim. Ha. Lekin bitta shoxini sindirdilar. Yoqub payg'ambarning ahvoli qalay? Sog' salomatmilar? Yo'qotishdan hasrat ichida yuribdi. O'ziga alohida kulba qurib yashayapti. O'sha singan shoxi uchun g'am chekyapti. Rosa azob chekyapti. Sen nega yig'layapsan? Kanonga o'sha muborak insonning oldiga boradigan bo'lsang, mahbus bir yigitning unga xabarini yetkaz. Unga aytkinki, sog'inch va ayriliqning azobi sizni qiynagan paytlarda otalaridan yiroq bolalar va ayni paytda g'ariblar uchun ham duoda bo'lsinlar. Sen kimsan? Isming, nasabing nima? Meni ma'zur tut. Aytishga ruxsatim yo'q. Qara, tuyang ham keldi. Endi sendan qo'rqmayapti. Hayratdaman. Ortidan shuncha quvdim. Bu hammasi oddiy. Bu dunyoda hammaning bir vazifasi va qilinishi kerak bir maqsadi bordir. Ya'ni tuya meni bu yerga keltirish uchun qochdimi? Mayli, meni kutishyapti. Allohga omonat. Yaxshi bor. Kanonlik oqsoqolga singan shoxi uchun g'am chekmasligini, sabr qilishini, tezroq diydorlashishi uchun duo qilishini ayt. Allohga omonat bo'l.
Inarus, Inarus. Inarus uyg'on. Uyg'on Inarus. Uyg'on. Inarus tur. Uyg'on. Tush ko'rayotganmiding? Ha. Juda g'alati tush edi. Sen nega uyg'oqsan? Men ham tush ko'rgandim. Uyg'ongach seni ham tush ko'rayotganingni bildim. Agar tashqarida bo'lganimizda ibodatxonadagi ta'birchilardan so'ragan bo'lardik. Bilmadim-u, lekin bu yerda tush ta'birini ayta oladigan biror odam topa olmasak kerak. Yuzarsifmi? Bo'lmasamchi. Hozir juda kech payti. Ertaga ertalabda. Yuzarsif tog'u toshqoniga ketsa nima bo'ladi? Bosh soqchi zindonni tozalashgani uchun mahbuslarni ertaga dam olishlari mumkinligini aytdi. Unda men uxlayman. Payg'ambarligingni e'lon qilish vaqti keldi. Bundan keyin sen Allohning amri bilan zindondagilarga va Misr xalqini to'g'ri yo'lga va birgina Allohga sig'inishlari kerakligini da'vat qilishga buyurilding. Shubhasiz, bu yo'lda Alloh senga yordam bergay. Senga yordam bergay. Alloh senga yordam bergay. Alloh senga yordam bergay. Alloh senga yordam. Allohim seni tanladi va senga tushlarni ta'bir qilish ilmini berdi. Bu ilm hammaga ham berilavermaydi. Faqat tanlangan insonlarga nasib etadi. Ancha oldin otalarim Ibrohim va Ishoqqa ne'matlarni yetkazganidek, senga va Yoqub quliga ham yetkazadi. Payg'ambarligingni e'lon qilish vaqti keldi. Shubhasiz bu yo'lda Alloh senga yordam bergay. Yordam bergay. Yordam bergay. Payg'ambarligingni e'lon qilish vaqti keldi. Men va Inarus kecha g'alati tushlar ko'rdik. Tushlarimizni bizga ta'birlay olasanmi? Qanday tush ekan? Ayting, bilamiz. Men tushimda 3 marta sharobdan suzib, qirolga qadah berganimni ko'rdim. Juda qo'rqinchli edi. Bu juda dahshatli tush edi. Yaxshi tush emas. Xayrli tush emas. Xo'sh, sen nima ko'rding? Men boshim ustida bir savat to'la nonlarni ko'tarib turganimni va qushlarni bu savatdan cho'qib yeyotganliklarini ko'rdim va boshim tepasida uchib yurdilar. Charx urishardi. Tushlaringizga beradigan ta'birim zararingizga bo'lsa ham qabul qila olasizmi? Qabul qilamiz. Yo'q. Hamma aytganingizni qabul qilmaymiz.
So'zlarimdan shubhalanyapsiz menimcha. Sizlarni tushunaman. Tush ta'birini bilishimni va gaplarim o'z tasdig'ini topishidan amin bo'lishingiz uchun oldin sizga aniq bir ishorasini ko'rsataman. Keyin esa tushlaringizni ta'bir qilaman. Masalan, qanday ishora? Masalan, bugun bizga nima taom keltirishlarini aytishimni istaysizmi? Yuzarsif, qarab tursam, sehr jodu ishlariga o'tib ketyapsan. Yo'q, aslo. Yanglishyapsan. Men sehr jodu bilan tush ta'birlashni o'rganganim yo'q. Bu menga Robbim o'rgatgan ilmlardandir. Robbim deganda Misrni buyuk tangrisi Amonni nazarda tutmayapsanmi? Jonsiz bir tosh bo'lagi tush ilmini qayerdan bilsin? Men e'tiqodsiz insonlardan yuz o'girdim. Yagona zotga va oxirat kuniga ishonmagan qavmga ham itoat qilmayman. Bugungi ovqat zog'ora baliq va bug'doy unidan non. Bir necha dona xurmo bo'ladi. Mana shularni keltirishadi. Yuzarsif. Bu yer saroy emas, zindon. Mahkumlar bunday taomlarni tushida ham ko'rmaydilar. Bunday ovqatni Zovir zindonidagi mahkumlar emas, nasl nasabli zodagon oilalardagi asl zodalar yeyishadi. Aytgan ovqatingni chindan ham shu yerga olib kelishadimi? Ovqat keldi. Navbatga turing. Bugun nima ovqat? Aytsam ishonolmaysan. Zog'ora baliq, bug'doy unidan non va xurmomi? Sen buni qayerdan bilding? Bu ovqatni endigina olib kelishdi-ku. To'g'ri ekan. Yuzarsif aytganiday, ovqatimizda baliq ham bor. Tarqaling. Shoshilmasdan navbatga turing. Hammaga yetadi. Zindonda shunday ovqat ham berilar ekanmi? Bu ovqatni Zulayho xonim tayyorlatibdi. Zulayho ovqat yuboribdi. Demak, rost ekan. Bu Zulayxoning ishi shundaymi? Yana nima bo'lish kerak? Zovir zindonida bunday taom qilinmaydi-ku. Bu degani demak Zulayxo xonim mahkumlarni ko'nglini olish uchun shunday taom tayyorlatgan. Hamma mahkumlarnimi yoki faqat birgina mahkumni ko'nglini olish uchunmi? Endi Yuzarsifning gaplariga boshqa shubha qilmasligimiz kerak. Shubhasiz sen nima desang o'sha bo'ladi. Yuzarsif, sen bugun bizni oldimizda eding. Bugungi ovqat nimadan iboratligini qanday bilding? Barcha bilgan narsalarim menga Robbim tomonidan o'rgatildi. O'zimdan hech nima qo'shmayapman. Sen qaysi tangrini gapiryapsan? Qaysi dindansan? Men otalarimning dinidaman. Ibrohim, Ishoq va Yoqubning dini. Sen yagona zotga iymon keltirgan Ibrohimning avlodidanmisan, Yuzarsif?
behisob tangrilaringizga qarshi chiqqan, kufr va shirkka qarshi kurashgan, butlarni qirgan Ibrohimning naslidanman. Yillardir otalarimiz butlarga sig'inib, haykalchalarga sajda qilib keladi. Ularga sig'inishni nima yomon tomoni bor? Haykaltaroshning qo'llarida mumday eriydigan haykallarni istagan paytida sindirib tashlasa bo'ladi. Shular sizning sajdangizga loyiqmi yoki aslo mag'lub bo'lmaydigan va kuchi barcha narsaga yetadigan yagona zotmi? Bunday zot albatta sig'inishga munosibdir. Lekin bunday Xudoni borligini va uni shunday qudratga egaligini qanday bilamiz? Xudoyim meni sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatishim uchun yubordi va g'aybdan tushlarni ta'bir qilish ilmini o'rgatdi. Sizga bugungi rizqning nima bo'lishini aytmadimi? Seni gapingga kirib, o'zimizni tangrilarimizni qo'yib, seni tangringga sig'inaylikmi? Sizga ilmim menga olamlarning Robbisi bo'lgan zot tomonidan berilganligini aytdim. Endi esa sizga shu paytga qadar aytmagan o'ta shaxsiy bir ma'lumotni aytaman. Otalarim Ibrohim, Ishoq va Yoqubdan keyin men yakkayu yagona bo'lgan zotning payg'ambarlaridan biriman. Payg'ambarligini aytdimi? Sizni otam Ibrohimning diniga, yagona zotga iymon keltirishga chorlayman. Payg'ambarligini aytdimi? Payg'ambar ekanmi? Payg'ambarman deyaptimi? Ha, u payg'ambarman dedi. Men Allohning payg'ambariman dedingmi? Insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun yuborilgan payg'ambarlardan biriman. Mendan oldin Odam, Nuh, Ibrohim va Ishoq bor edi. Mendan keyin ham boshqa payg'ambarlar keladi. Eng oxirgi payg'ambar esa Ibrohimning naslidan bo'ladi. Ismi ham maqtalgan bo'ladi. Zindonda endi payg'ambar ham bormi? Zindon Allohning mulki, men ham uning elchisi va sizlar uning qullarisiz. Zindon ichkarisi yo tashqarisining nima ahamiyati bor? Boray. Tushimiz ta'biri nima bo'ladi? Savolingiz yodimda. Tashvishlanmang. Biroq tushingiz ta'biri iymon keltirishingizga bog'liq. Menga tushlar ta'birini o'rgatgan zotga iymon keltirishingiz kerak. Iymon keltiraman. Gaplaringga ishonaman. E'tirozim yo'q. Lekin biz seni tangringni hali tanimaymiz-ku. Noto'g'ri. Hozirda sig'inganlaringizni taniysizmi? Sig'inganlaringiz jonsiz, ojiz va kuchsiz ekanliklarini bilasizmi? Bu butlarga sig'inish uchun hech bir mantiqli asos yo'q. Mening Robbim esa butun yaratilganlarning yaratuvchisi, butun borliqlarning egasidir. Uning na o'xshashi, na biror sherigi bor. Xo'sh, Apopis, Inarus, javobingiz nima? Robbingni borligi bugun uni payg'ambarida ko'rganimiz qudratidir. Men iymon keltiraman. Xo'sh, endi sen ayt, Apopis. To'g'risini aytsam, hayotim davomida ojiz bir jismga sig'inganimni anglab yetgach, o'zimni ahmoqday his qilyapman. Shubha yo'qki, seni Robbing meni tangrilarimdan ko'ra yaxshiroqdir. Hozir men ham Inarusday iymon keltiraman. Seni tangring ko'rinmasa ham, bizni ko'rib yuzimizga ham qaramaydigan tangrilardan ko'proq yaxshiligi aniq. Agar men Amon va Misr tangrilaridan biror xayr ko'rganimda edi, sendan shubhalangan bo'lardim. Agar seni tangring xuddi
sendek shafqatli bo'lsa, uni xuddi sendek sevaman. Bunga ishonching komil bo'lsin. Men payg'ambarlarni bizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun yuborgan zotga iymon keltiraman. Men ham seni Xudoyingga ishonaman va iymon keltiraman va tosh tangrilardan nafratlanaman. To'g'ri aytyapti. Men ham bundan so'ng o'zim yasagan emas, meni yaratgan zotga sig'inaman. Men ham yagona zotga iymon keltiraman. Men ham endi toshdan o'yilgan tangrilarga boshqa ishonmayman, ha. Unda birgalikda ortimdan qaytaring. Ibrohim, Ishoq va Yoqubning Robbisi nomiga. Ibrohim, Ishoq va Yoqubning Robbisi nomiga. Biz toshdan o'yilgan tangrilardan va boshqa dunyoviy tangrilardan yuz o'giramiz. Va yagona zotga iymon keltiramiz. Bosh soqchi janoblari biror nima qilmaymizmi? Nima qilishimni istaysan? U butun mahkumlarni tavhid diniga da'vat qilyapti. Unda otalarimizning dini nima bo'ladi? Tashvishlanma. Yuzarsif zindondagi tartibni buzmaydi. Bizga esa shu kerak. Qaysi dinda bo'lishlarini bizga qizig'i yo'q. Yuzarsif hazratlari, biz iymon keltirdik. Tushlarimizni endi ta'bir qilasizmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar qabul qilishga doir so'z berdingiz. Bu sizga yoqmasa ham Qabul qilamiz. So'zimizda turamiz. Inarus, ko'rgan tushingning ta'biri shunday. 3 kundan keyin eski ishingga qaytib, Amun Xutebning avvalgidek qadrli soqiysi sifatida maqom va mavqeiga ega bo'lasan. Ammo sen Apopis 3 kundan keyin dorga osilasan va qushlar sening jasadingni yeyishadi. Men ham hozirgina ko'rgan tushimni yomon deb o'ylayotgandim. Iltimos, xavotir olma, xafa bo'lma. Aksincha, men umid qilgandim. Tushda qushlarga ovqat berish juda go'zal edi. Lekin o'ylab turib, Yuzarsifni to'g'ri aytganini tushunib yetyapman. Amon ibodatxonasidagi kohinlarni menga xiyonat qilib yordam bermaganlari to'g'ridir. Men Amon Xotebni o'ldirmoqchi edim va jazolanishim kerak. Jazolanish o'lim og'ir jazo-ku. Og'ir jazo. Inarus, kohinlar menga yordam berishmaydi, shundaymi? Agar Yuzarsifni ta'biri to'g'ri bo'lsa, yo'q.
Akhamun va Padyamunga qancha vaqt bersak, o'zlarini shuncha quvvatlantirishadi. Bunda ular bilan kurashishimiz yanada qiyin kechadi. Nima qilsak ham tezroq amalga oshirishimiz kerak. Sultonim. Ankmahu va Padyamunni Kimuni bilan yuzlashtirishni istayman. Agar izn bersangiz, albatta. Ular Apopisning ochiq e'tirofini inkor qilisha olmaydi. Va yana shunisi ham borki, ayblari isbotlansa, ularga nima qilishimni juda yaxshi bilishadi. Ibodatxona boyliklari tamoman qo'llaridan olinadi. Ankmahu va Padyamuni eng og'ir suratda jazoga tortaman. Saroydagi ziyofat uyushtirish rejamizni tezroq qilaylik. Ankmahu va uning sheriklarini ham taklif qilaylik. Ayni paytda Apopis, Inarus va Kimunini saroyda yuzlashtiraylik. Shunday qilishga majburmiz, sultonim. Bu taklifni sizningcha qabul qilishar ekanmi? Amonxotep taklif qilganida kim bo'lishidan qat'iy nazar itoat qilishga majburdir. Unda xayallamasdan bu yig'in dasturxonini tezroq hozirlang. Bosh ustiga. Tinchlan. O'lim qo'pol bir hodisa. Hammaning boshida bor. Hammamiz ertami kechmi o'lamiz. Bugun seni navbating bo'lsa, ertaga bizning navbat ham keladi. Inson 1000 yil umr ko'rsa ham o'lim bilan yuzlashishni yoqtirmaydi. Faqatgina Allohning payg'ambarlari va uning sevimli qullari o'limga tik qaray oladi. Senga o'lim xabarini berganimdek, bir xush xabar ham aytaman. O'limdan avval iymon keltirganing sen uchun ulkan baxtdir. Sen bu dunyoni tark etasan, ammo oxiratda abadiy rohatga erishasan. Ammo Misrda osilganlarni mo'miyolamaydilar. G'arbga, ya'ni o'lik mozoriga yubormaydilar. Men bu holatda abadiy rohatga erisha olmayman-ku. Yo'qlikka gumdon bo'laman. Rohat qabrda bo'ladi deb kim aytdi? Yagona Allohga ishonganlar butparastlarday o'ylamaydi. Robbing butun borliqning egasidir. Bu foniy odamda ham, u boqiy olamda ham hamma narsa uning qo'lida. Qayerda o'lim bilan yuzlashsang yuzlash, men senga yaratganning jannati xushxabarini yetkazyapman. Inarus uchun xavotir olganimchalik sen uchun xavotir olmayapman. Nega? Nega men uchun xavotir olyapsiz? Birov tahdid qiladigan tahlika bormi? Yo'q. Ruhing tahlikada. Apopis va sen yaratganga iymon keltirish bilan butun o'tmishdagi gunohlaringizdan poklandingiz. Ammo sen bu dunyoda qolyapsan. Yana gunohga botishingdan, o'lim chog'i
Bir dunyo gunoh bilan kechishingdan qo'rqyapman. Ammo Apopis top toza bo'lib Robbisining huzuriga chiqadi. Ogohlikda bo'lish kerak. Iymon urug'ini ekish qiyin emas. Eng qiyini bu urug'ni yetilib meva berishini ta'minlashdir. Ahvolim har kecha og'irlashib boryapti. Dardim ortyapti. Hamma meni baxtli va rohatda deb yuribdi. Tilka pora qalbim va g'amga botgan ruhimdan xabarlari yo'q. Hech kim ichimdagi nolalarimni eshitmayapti. Nima qilay, Karim momo? Bir chorasini toping. Sekinroq gapiring, xonimim. Hamma eshitishini istaysizmi? Men qiynoqda foyda bor deb o'ylayman. Yuzarsifni yo'lga soladigan yagona narsa qiynoq va qamchidir. Buni unutmang. Albatta bunga chiday olsangiz. Yuzarsifni yaxshi bilaman. Hech kim uni istamagan narsasini qilishga majburlay olmaydi. Aslo majbur qila olmaydi. Lekin shundan boshqa yo'li ham ko'rinmayapti, xonim. Ammo men uni ozod qilishga so'z berish bilan itoat qildira olamiz deb o'ylagan edim. Bu usul sira natija bermasa ham, sizni baxtli qilish uchun hamma narsaga tayyorman, xonimim. Buni unutmang. Bugun hoziroq Zovir zindoniga boraylik.